Mas'ullar kanaliga obuna bo'ldingizmi? Men obuna bo'ldim. Sababi bu uy judayam hamyonbop va sifatli. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Bu ko'rib turgan uyingiz ham judayam yoqdi menga. Hozir sizga uyni tanishtirib o'tadim. Bemalol eshiting. Yoqsa telefon qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Bugungi e'lonimiz Chilonzor 20-kvartalda 2 xonali 6 etajli kvartiramizning 5-etajidagi joylashgan kvartiramizni e'tiborlaringizga havola etaman. Bu kvartiramiz xonalarimiz razdin holatda joylashtirilgan. Tualet vannamiz ham siz ko'rib turganidek razdin holatda joylashtirilgan. Bu mebel texnikalarimiz albatta qoladi kelishilgan holatda. Bu ko'rib turgan xonamiz esa yaxshi shinam holatda. Bu kvartiramizni balkoni ham bor. Balkonini ham tanishtirib o'taman. Mana ko'rib turibsiz balkonimizni. Endi esa oshxonamizni ham bir nazar solib o'tamiz. Oshxonamiz ham kattagina yaxshi holatda. Keyin esa keyingi xonamizga o'tamiz. Bu xonamiz esa spalni xonamiz bo'ladi. Spalni xonamiz ham ancha ajoyib holatda turibdi. Ko'rib turganingizdek ko'rkam holatda. Sizlarga yoqadi degan umiddaman. Pastda nomer qoldiraman. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin.